Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Oblaqulova. Assalomu alaykum. Yengil sanoat sohasida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi Prezident farmoniga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi huzurida Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi tashkil etiladi. Agentlik tomonidan yengil sanoat sohasidagi korxonalarga 2025-yil 1-oktyabrdan quyidagi moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari qo'llaniladi. Xalqaro brendlarni jalb qilish, standartlashtirish va sertifikatlashning xalqaro tizimlarini, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini joriy etish, eksport shartnomalari bo'yicha sug'urtalashni moliyalashtirish, xarajatlarni qoplash hamda mutaxassislarni o'qitish uchun grantlar ajratish, reklama kompaniyalarini tashkil etish bilan bog'liq chet eldagi xarajatlarning bir qismini qoplash. O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi Prezident farmoni bilan O'zbekistonda 2026-yil 15-yanvar holatiga ko'ra 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish o'tkaziladi. Bunda O'zbekiston mahallalari uyushmasi Milliy statistika qo'mitasi hamda mas'ul idoralar bilan birgalikda mahalla yettiligi tizimi xodimlarini planshetlardan foydalangan holda ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilishini ta'minlaydi. Shuningdek, davlat organlari va tashkilotlari 2026-yil 15-yanvardan 31-yanvargacha o'z tizimida faoliyat yuritayotgan barcha xodimlarning census.stat.uz portalida ro'yxatdan o'tishini ta'minlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida fuqarolik jamiyati institutlarining ishtirokini yanada kengaytirish va ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qaroriga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasi qoidalarining bajarilishini monitoring qilishga nodavlat notijorat tashkilotlar jalb etilib, ular tomonidan muqobil baholash tizimi yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi har yili 1-aprelgacha korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengashga quyidagilarni kiritib boradi. Nodavlat notijorat tashkilotlarning korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishidagi loyihalari va ularni tegishli davlat organlari va tashkilotlar tomonidan moliyalashtirish yuzasidan takliflar. Korrupsiyaga qarshi kurashishda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki, jumladan ular tomonidan amalga oshirilgan loyiha, tadqiqot va o'rganishlar to'g'risida axborot. To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida islohotlarni jadallashtirish va eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori bilan tijorat banklari orqali 2022-2023-yillar paxta hosiliga ajratilgan kreditlardan qarzdorligi mavjud bo'lgan paxta to'qimachilik klasterlari bo'yicha garov ta'minotini moliy mulk bilan to'liq ta'minlangan klasterlarga 2025-yil 1-avgustdan faqat asosiy qarzni to'lashga hamda asosiy qarz tugagandan keyingi 12 oyda teng ulushlarda foiz to'lashga ruxsat etiladi. To'lov grafiki bo'yicha ham asosiy qarz ham foizini o'z vaqtida to'lagan klasterlarga ushbu kreditlar bo'yicha jamg'armaga joriy yil 1-avgustdan keyin undirilgan foiz summasining 50% qaytarib beriladi. 2025-yil 1-avgust holatiga to'lanmagan foizlarga hisoblangan penya summalari hisobdan chiqariladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.